Abu Iso Muhammad at-Termiziy. O'rta asrlarda yashagan ko'pgina olimlar ilm-fanning turli sohalariga oid dunyoviy fanlar bilan birga diniy ilmlar rivojiga ham katta e'tibor berganlar. Zotan diniy ilmlar jamiyat taraqqiyotida, insonlarning kamol topishi va ularning dunyoqarashining shakllanishida alohida ahamiyatga ega bo'lgan. Jahon shumul ahamiyatga ega asarlar yaratgan buyuk allomalardan biri mashhur muhaddis, hadis ilmi olimi Abu Iso Muhammad at-Termiziydir. Uning to'liq ismi Abu Iso Muhammad ibn Savra ibn Muso ibn ad-Dahhok as-Sulammi at-Termiziy bo'lib, u hijriy hisobda 209, milodiy 824-yilda Termizda uncha badavlat bo'lmagan oilada tavallud topdi. Umrining oxirida ko'zi ojiz bo'lib qolganligidan ad-Dari taxallusi bilan ham atalgan. Markaziy Osiyolik mashhur olim va tarixchi Abu Sa'd Abdulkarim as-Samoniy Al-Ansob nomli asarda yozishicha, at-Termiziy Bugʼ, hozirgi Sherobod tumani qishlog'ida vafot etganligi uchun uning nomiga Al-Bug'iy taxallusi ham qo'shilgan. Uning yoshlik yillari Termiz shahrida o'tib, dastlabki ma'lumotni ham shu shaharda olgan. Chunonchi yozma manbalar va tarix asor-atiqalardan ma'lumki, o'rta asrlarda Termiz ham Markaziy Osiyoning Urganch, Buxoro, Samarqand singari ilm-fan va madaniyat rivojlangan shaharlardan biri bo'lgan. Mana shunday madaniy muhitda o'sgan at-Termiziy yoshligidan turli ilmlarni egallashga zo'r qiziqish bilan intilgan. Bolaligidan o'ta ziyrakligi, yodlash qobiliyatining kuchliligi va noyob qobiliyat bilan o'z tengqurlaridan ajralib turgan
Nomidan ham ko'rinib turibdiki, bu asar payg'ambar alayhissalomning shaxsiy hayotlari, u kishining suvrat va siyratlari, ajoyib fazilatlari, odatlariga oid 408 ta hadisi sharifni o'z ichiga qamragan manbadir. Bu o'rinda shuni ta'kidlash kerakki, payg'ambar alayhissalomning fazilatlari, odatlari haqidagi hadislarni to'plash bilan juda ko'p muhaddislar shug'ullanganlar va bu xildagi hadislar turli-tuman kitoblardan o'rin olgan. Lekin At-Termiziy asarining afzalligi shundaki, u hadislarni muntazam ravishda to'plab, muayyan tartibga solgan va yaxlit bir kitob holiga keltirgan. Muhammad alayhissalomning hayotiga doir muhim manba sifatida Al-Shamoil al-Nabaviyya azaldan islomshunos olim, tadqiqotchilarning diqqatini o'ziga tortib keldi. Arab tilida yozilgan ushbu asarga bir qancha shaharlar ham yozilgan. Shu bilan bir qatorda ushbu asarning tili ravon, uslubi g'oyatda oddiyligini ham qayd qilib o'tish o'rinlidir. Asarning fors va turk tillariga tarjima qilinishi ham unga bo'lgan qiziqishning kattaligidan dalolat beradi. Ash-Shamoil an-Nabaviyyaning birinchi qismida keltirilgan hadis shariflar payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning suvrat, tashqi qiyofalariga, ikkinchi qismida keltirilgan hadis shariflar esa ichki dunyolari yu axloqiy fazilatlarini bayon qilishga bag'ishlangan. Ash-Shamoil al-Nabaviyyaning bir qo'lyozmasi Toshkentda Mavraun-Nahr musulmonlar idorasi kutubxonasida saqlanmoqda. 1980-yilda Toshkentdagi diniy boshqarma buyurtmasi bilan Ash-Shamoil an-Nabaviyyaning ushbu qo'lyozmasi ofset uslubida nashr etilgan bo'lib, unga qisqacha so'z boshi O'rta Osiyo va Qozog'iston musulmonlari diniy boshqarmasi hay'atining sobiq raisi marhum muftiy Ziyovuddin ibn Eshon Boboxon hazratlari tomonidan yozilgan. Ash-Shamoil al-Nabaviyya so'nggi yillarda ham Toshkentda bir necha bor nashr etildi. Bundan tashqari allomaning 1200 yillik yubileyi munosabati bilan gazeta va jurnallarda u haqida ko'plab maqolalar chop etildi. Xulosa qilib aytganda, buyuk vatandoshimiz Abu Iso Muhammad at-Termiziy bizga boy va katta ilmiy meros qoldirgan.